Suhrob aka, bitta muammo juda ham qiynayapti. Har kun boshim og'riyapti-da. Uyqum yetarli, qon bosim normal holatda, lekin baribir og'riq ketmayapti. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Buning bitta sababi bor. Demak, sizda surunkali bosh og'rig'i boshlanganligidan dalolat beradi. Surunkali bosh og'rig'i asosan stressli vaziyatlardan so'ng yoki doimiy ravishda og'ir aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi insonlarda yuzaga keladigan kasallik. Buning asosiy sababi bosh miya hujayralarining ortiqcha ishlashi natijasida miya hujayralarining zo'riqishidan kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Bunda bosh og'rig'ining asosiy klinik simptomlari bu boshning orqa qismida siquvchi og'riqlar bo'lib, asosan kunning ikkinchi yarmida boshlanadi va bu bosh og'riqlar surunkali ravishda 3 kundan 1 hafta mobaynida bosh og'riqlarining muntazam kuzatilishi hisoblanadi. Suhrob aka, bosh og'rig'ini uyda davolasa bo'ladimi shunda? Yo'q, bunga yengil qaramaslik kerak. Albatta siz nevrolog maslahatidan o'tishingiz kerak. Sizda mana shunaqangi surunkali bosh og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta klinikamizga tashrif buyuring. Sagdiana, bu sog'lig'ingiz uchun ishonchli manzil.